Ko'pchilik insonlar aybdorlik va uyat hissini adashishadi. Lekin bu har xil hissiyot, bir xil emas. Aybdorlik bu qachonki inson men hozir noto'g'ri qildim deb o'ylaydi. Masalan, bolasiga baqirib, "Voy, noto'g'ri ish qildim, baqirmasligim kerak edi, hozir boraman, uzr so'rayman, lekin boshqa bu ishimni qilmayman" deydi. Uyat bu qachonki inson men bilan nimadir noto'g'ri deb o'ylaydi. Masalan, ishxonada bironta xato qilsa, ishini "Men xato qildim" demaydi. U inson o'zini "Men omadsizman, men noshudman" deb o'ylaydi. Yoki agar yigit qizga "yo'q" deb javob bersa, qiz o'zini "Men chiroyli emasman, men loyiq emasman" deb o'ylaydi. Aybdorlikni xatti-harakat bilan to'g'rilasa bo'ladi. Uyat esa bizlarni bekinishga, indamaslikka, jim o'tirishga va o'zimizni yomon inson deb his qilishga majburlaydi.